Kim yosh qizcha bilan onlayn qizcha telegramni yozinglar. Tam bir ishonchliimiz bizlar. Ikkalamizda ishonchliimiz. 7 yoshli qizcha akajon, 7 yoshli qizcha telegramni yozing. Qizchangiz bilan onlayn qilmoqchiman deb yozsangiz, ammo o'zim oqalattirib, bo'shantirib ko'rsataman. Cho'milyapti, cho'milyapman-da. Cho'milyapman. Jonim, cho'milyapman. Salam-da. Jonim, cho'choqlaringizdan-da. Cho'choqlaringizdan sizda-da. Rostga qizim bo'shantiradi 7 yosh. Cho'milyapti. Qaniki madaniyat vazir xodimlari, ichki ishlar xodimlari, bittasi biz nomer haydab o'tib ketib qolsa, boshqa bo'lsa, uyidan borib ushlab olib kelasizlar-da, keyin butilkaga o'tkazasizlar. Chunki u qonun buzdi. Amana u haromi fohisha 7 yoshli bolani boshqaga qo'shyapti telefonda, WhatsAppdan yozinglar deyapti. Qayerga qarayapsizlar? Telefon nomerni ham pasportga sotiladimi? Pasport orqali topsa bo'ladimi? Topish oson. Sizlarga buni topish qiyin emas. Olib chiqingizlar, ko'rsatingizlar xalqqa bu haromi kim edi jalab. Ko'rsatingizlar xalqqa. Mana bolani tortib o'yingizlar, ana deddomga beringizlar. Buni o'ziga o'xshagan fohisha bo'lib chiqadi bu go'dak. To'ylar muborak, zirt-zirt bo'lyapti bu yoqda internetda. WhatsAppda 7 yoshli bolani qo'shib yuboryapti. Like bosib, mana shu videoni maksimalni tarqatib qo'yingizlar, kerakli joyga yetib borsin, shu haromi topilsin. Kim yosh qizcha bilan onlayn qizcha telegramni yozinglar. Tam bir ishonchliimiz bizlar. Ikkalamizda ishonchliimiz. 7 yoshli qizcha akajon, 7 yoshli qizcha telegram. Jonim, cho'milyapman. Salam-da. Jonim